Assalomu alaykum qadrli podpischilar. Mana biz ijodda davom etyapmiz, xudo xolasa. Nosir akamnikida. Ishimiz mumkin. Ko'plik pollarni bolalar tortyapti mana. Rasvodomerni kollektorlarni o'rnatib olganmiz. Podvaldan ulanadi, tubalarni ulaymiz. Hamma joylarni pinaplekslarni solib, yo'lqiroqlarimizdan solib, hamma mana anaqalarni, choklarni to'g'ri qilib suqishlab chiqqan mana bolalarning bir-biriga o'tishlarini. Suvlarimizni hamma yoqda montaj qilib dalvina berib qo'yganmiz. Dush, rakvina, chashagin, mustahab. Xudo xolasa bugun erta to'pli pollarni otib chotki qilib mana ko'rishingiz mumkin. Katta ustalar mana shu yerda. Xizmatda. Bunaqasidan xona-xona, koridor qilib papalyatga hammasini xudo xolasa qoplaymiz. Ikkinchi etajimizda ham bor, ikkinchi etajimizga ham xudo xolasa sovuq suvlar. Ularni ham keyin akanchalik video qilib ko'rsatamiz. To'pli pollar devordan olib chiqib, to'pli pol to'qib beramiz. Mana sovuq suv nimaga uchta deganlarga bittasi sovuq suv, ikkitasi issiq suv sistemamizni doim issiq bo'lishi uchun retsirkulyatsiya qilganmiz. Bu sistemalar podvalda olib chiqib ko'rsataman, xudo xolasa. Butun uyga issiq suv 1 minutda keladigan qilib bu tarafda kelajakda oshxona bo'lar ekan. Bu taraflarga ham chiqarib qo'yganmiz. Bu joyimizda ham bitta sovuq suv, ikkita issiq suv. Akanchaniyasini xudo xolasa videoga olib tashlaymiz.